Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, musofir deydigan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi chiroyli darvozalarimizda Surxondaryo viloyati Qiziriq tumaniga olib kelib o'rnatdik, ustanovka qilib bo'ldik. Juda chiroyli chiqdi bu darvozamiz. Egizak variantda bo'ldi, nari yoqda yana bittasi. Mana bunisini ham ko'rsatamiz hozir. Eniga 4 metr, bo'yiga 3 metr bo'lgan bu razmerdagi darvozamiz 10,5 million so'mga olib kelib o'rnatildi. 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan. Yarim 2 qavatli holda olib kelib o'rnatildi. Darvozamiz materiallari bilan, narx-navosi bilan qisqacha tanishtirib o'tsak, stoykalari 10 profil bo'ldi. Taglari shiviller, ichidagi profillari 6x4, 1,5lik stenada. Listlari 1,3lik list ustiga o'sha 1,1lik list bosildi mana. Nejvinkalar qo'yildi, ruchkalar. Juda chiroyli holda o'rnadi. Darvozamiz orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, orqa holatlari, orqalari ham tekis bo'lib, plotniy bo'lib chiroyli chiqdi. Harigisini ko'rsatamiz darvozamizni. Mana bunisi ham eniga 4 metr, bo'yiga 3 metr razmerda bo'ldi. Ikkovi bir xil razmerda qilib o'rnatildi. Bunisi ham stoykalari 10 profillari 6x4, 1,5lik stenada, listlari 1,3lik listda bo'ldi. 1 kvadrat metr 870 ming so'mdan olib kelib o'rnatildi. Общий summasi 21 million so'mga ikkovi olib kelib o'rnatildi. Zamoklar, degan super zamok. Buni ham orqa holatlarini ko'rsatsak. Bunisini ham orqa holatlari tekis. Juda chiroyli holda o'rnadi bunisi ham. Hurmatli aka-ukalar, qadrli obunachilar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Hamda kanalimizda yangi bo'lsalaring, like tugmachasini bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Doim kuzatib boringlar. Bo'lsa, keyingi videolarimizda ham kraska sepish, o'rnatish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.